YouTube hozirda yangi bir funksiyani sinovdan o'tkazmoqda. Ya'ni bu orqali siz videolarni ham o'zingizning obunachilaringizga, ham boshqa kontent yaratuvchilarning obunachisiga bir vaqtda o'zida ko'rsatish. Bu funksiyaning nomi Collab deb ataldi. Ha, siz bu funksiya bo'yicha oldindan tanishsiz, chunki Instagram, TikTok va shunga o'xshagan platformalar allaqachon bu funksiyani oldindan ishlatib kelmoqda. Bugun esa siz bilan ushbu funksiyani qanday qilib yoqish, qanday qilib ishlatish yoki ushbu funksiyadagi muammolarni ko'rib chiqamiz. Hammaga salom, sizlar bilan YouTube O'zbekiston loyihasi va men Abdulaziz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki ushbu kanalning playlist qismiga o'tsangiz, YouTube kanalini yurgizishni noldan o'zbek tilidagi darsligini topishingiz mumkin bo'ladi. YouTube Collab funksiyasi qanday ishlaydi? Bu juda ham oddiy. Kontent yaratuvchi videoni yuklagandan so'ng YouTube Studio orqali boshqa bir kontent yaratuvchilarga collab tashlaydi va siz 4 tagacha boshqa kanallarga collab tashlashingiz mumkin. Har bir taklif qilingan content creator ushbu so'rovni qabul qilgandan so'ng videoning tagida ko'rib turganingizdek o'sha kanallarning ikonkalari chiqadi va agar siz ushbu joyga bossangiz, kanallar ro'yxati va yonida kattagina obuna bo'lish tugmasini ko'rishingiz mumkin. Shaxsan o'zimga ushbu funksiya juda ham yoqdi. Agar siz bu funksiya chiqishidan oldin boshqa kanallar bilan collab orqali video qilib, ularni mention qilib ketish kerak bo'lganda, video tavsifiga, ya'ni description qismigagina yozib ketishingiz kerak edi. Odatiy video tomosha qiluvchi insonlar esa ularni bilish uchun faqatgina description qismini o'qigandagina ma'lumot ola olar edi. Endi esa bu juda oddiy. Shunchaki bosadi va qaysi kanallar bilan collab qilinganligini bilib oladi. Bu funksiyaning boshqa foydali tomonlari ham bor. Ya'ni boshida aytib o'tib ketganimdek, siz chiqargan video ham sizning, ham collab tashlagan insonlarning auditoriyasiga ko'rinadi. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, sizning 1000 ta obunachilik kanalingiz bor va boshqa xuddi shunaqa 3 ta 1000 ta obunachilik kanal bilan collab qilib video chiqardingiz. Bu degani sizning videongiz faqat 1000 ta insonga emas, balkim 4000 ta insonga yetib boradi degani. Bu esa videongizda yanada ko'proq view bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. YouTube Collab funksiyasi hali test rejimida ishlayotgani uchun albatta bir nechta minus taraflari ham bor. Ya'ni ulardan biri video faqatgina video yuklagan insonning kanalida ko'rinadi. Boshqa collab tashlangan insonlarning kanalida esa afsuski chiqmaydi. Ikkinchi muammo bu mindset muammosi. Ya'ni bunda ham xuddi shunaqa. Faqat video yuklagan insonning kanaligina 100% YouTube orqali mindsetdan pulni oladi. YouTube Collab funksiyasi orqali chiqarilgan videodan kelgan mindset pulini avtomatik ravishda emas, endi balkim real kelishuv orqali menimcha taqsimlab olsa kerak va bu albatta kontent yaratuvchilarning xohishi va o'zlariga bog'liq. Bundan tashqari uchinchi muammo ham bor. Bu ko'rishlar va tomosha vaqti hozircha qaysi kanalga yozilishi aniqlashmagan. Ya'ni faqat video yuklagan kontent creatorgami yoki boshqa hamkorlargami hozircha noma'lum. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Siz bilan YouTube O'zbekiston kanali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.